Assalomu alaykum. Akchalar, yaxshimisizlar? Yig'ma-manalik mana qilinyapti. Usta akalarimiz mana boshchiligida yig'ma-manalikni boshlangan. Tayyorgina mana yig'ma-manalik. Kimgadir shunaqangi xizmat kerak bo'lsa, mana shu usta akamiz bor. Videoyimizning oxirida nomerlarini qo'yamiz. Yig'ib, o'zi chiroyli qilib beradi. Pullarini ham, narxlarini ham kelishilgan holda, chiroyli holatlarda qilish beradi o'zlari. Bunaqa tekis va chotki o'ta bir go'zal holatda qilishar ekan buni. Endi usta akamiz dimoxod qo'yyapti, shu podvalimiz oshxona bo'lar ekan. Bunga dimoxod qo'yyapti. Bu yerda dimoxodlarni sayib ketgan ekan. To'g'ri, hali havo aylanishiga ukalarimiz mana ustasiga narsalarni yetkazib berib turibdi. Xudo xolasa yig'ma-manalikimiz obzorimizni oxirida yana qo'yamiz. Qanaqa bitgan holatini qo'yamiz. Xudo xolasa ko'rib borasizlar. Kuzatib boringlar akalar. Mana oldi podvalli uy ekan. Bu yoqqa pilampiyaga tepasiga chiqadigan o't qoldirib ketirilgan ekan. Sizlarga mana obzorda yana bo'lishib boramiz ish davomida. Ustamiz mana qilyapti mana.